Yoz tugashi bilan ko'pchilik SPF kremlarini yig'ishtirib qo'yadi. Lekin bu kuzda teriga eng katta zarba. Kuz faslida quyosh nurlari kuchsizroq tuyulishi mumkin, lekin ultrabinafsha nurlar bulutlardan ham o'tadi va natijada teri tez qurishni boshlaydi. Teri qurish natijasida ajinlar paydo bo'lib, qarilik erta boshlanadi va eng asosiysi dog'lar yanada to'qlashadi. Bilasizmi, aslida esa kuz SPF dan foydalanishning eng muhim fasllaridan biri hisoblanadi. Chunki shundoq ham yuz terimiz yozning quyoshli kunlaridan so'ng allaqachon stressda bo'ladi. Men kosmetolog Dildora Jahonova mutaxassis sifatida sizlarga quyidagilarni tavsiya qilaman. Albatta, har kuni, hatto bulutli kunlarda ham SPF kremlardan foydalanishni unutmang. SPF kremlaringiz 50+ indeksli bo'lishi kerak. Yuz teringizni kunda 2 marta namlantirishni unutmang. Yozdan qolgan pigmentatsiyalar bo'lsa, peeling va biotilizant muolajalarini oling. O'zbekiston iqlimiga mos professional SPF kremlar ro'yxatini bilmoqchimisiz? Unda kommentariyada SPF so'zini yozib qoldiring va men sizga ushbu ro'yxatni taqdim qilaman.